Aziz tomoshabinlar, bugungi mavzu juda jiddiy. Barcha kvartira egalari shu oy oxirigacha o'z hujjatlarini tekshirib olishi kerak. Men bu gapni qo'rqitish uchun aytmayapman, lekin hozir ko'pchilik sezmayotgan xavf bor. Uy sizniki. Unda yashayapsiz, kommunal to'lovlarni to'layapsiz, lekin davlat reyestrida, kadastrda yoki elektron bazalarda ma'lumotlar noto'g'ri bo'lsa, ertaga siz o'z kvartirangizni sotishda, meros qoldirishda, ipoteka olishda, hatto ayrim hollarda egalik huquqini isbotlashda katta muammoga duch kelasiz. Odamlar buni xalq orasida raqamli konfiskatsiya deb atayapti. Ya'ni mulkni jismonan tortib olish emas. Balki hujjat va raqamli bazadagi xatolar sababli sizning huquqingiz amalda ishlamay qolishi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Bu ma'lumot har bir kvartira egasiga, ayniqsa eski uyda yashaydiganlarga, meros orqali uy olganlarga, hujjatini yillar oldin rasmiylashtirganlarga va kadastr pasportini yangilamaganlarga tegishli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu kanalda oddiy odam tushunadigan tilda mulk, hujjat, kredit, soliq va huquqiy xavfsizlik haqida gapirib boraman. Avval qanday edi? Avval odamlar kvartirani sotib olardi, notariusdan shartnoma qilardi, kadastr hujjatini olardi. Keyin yillar davomida hech kim bu hujjatga qaramasdi. Ko'pchilikda eski domovaya kniga, eski kadastr rejasi, BTI hujjatlari, order, hadya shartnomasi yoki oldi sota shartnomasi bor. Odam hujjatim bor, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. 10 yil, 20 yil, ba'zan 30 yil shu fikr bilan yashaydi. Lekin hozir vaziyat o'zgardi. Davlat organlari, kadastr, soliq, kommunal xizmatlar, notarius, banklar va sud tizimlari bosqichma-bosqich elektron bazalar orqali ishlayapti. Endi qog'oz hujjat borligi yetarli emas. Eng muhim savol shunday: sizning kvartirangiz haqidagi ma'lumot rasmiy elektron reyestrda to'g'ri turibdimi? Egasi kim deb ko'rsatilgan? Maydoni to'g'rimi, manzili to'g'rimi, kadastr raqami bormi? Cheklov, taqiq, garov, sud nizosi yoki qarzdorlik belgisi yo'qmi? Uy foydalanishga topshirilganmi? Kvartira raqami, blok, qavat, umumiy va yashash maydoni bir-biriga mosmi? Mana shu joyda raqamli konfiskatsiya degan xavotir paydo bo'ladi. Men bu iborani huquqiy atama sifatida emas, balki odamlar tushunish uchun ishlatyapman. Chunki ayrim holatlarda mulkingizni hech kim kelib eshikni buzib olib qo'ymaydi. Lekin elektron tizimda siz ega sifatida ko'rinmasangiz, amalda ko'p ishni qila olmaysiz. Kvartirani sota olmaysiz, hadya qila olmaysiz. Garovga qo'ya olmaysiz. Meros masalasida farzandlaringiz qiynaladi. Kommunal hisoblar boshqa odam nomida qoladi. Soliq noto'g'ri chiqadi. Sudda esa sizdan qo'shimcha isbotlar talab qilinadi. Eng xavfli tomoni shuki, muammo odatda odamga kerak bo'lgan paytda bilinadi. Masalan, odam kvartirasini sotmoqchi bo'ladi, xaridor topiladi, narx kelishiladi, notariusga boriladi. Notarius bazani ochadi va kadastr ma'lumotida xatolik borligini aytadi. Masalan, elektron reyestrda egasi vafot etgan ota-onasi bo'lib turibdi, yoki maydon 2 kvadrat metr emas, 47 kvadrat metr ko'rsatilgan, yoki manzil eski nom bilan turibdi, yoki umuman obyekt raqamli reyestrga to'liq kiritilmagan. Shu payt bitim to'xtaydi, xaridor ketadi. Odam esa idora yurishga majbur bo'ladi. Men birinchi navbatda eski kvartira egalari haqida gapiraman. Agar sizning kvartirangiz 1990 yillar, 2000 yillarning boshida yoki undan ham avval olingan bo'lsa, albatta hujjatlarni tekshiring. Chunki o'sha davrdagi hujjatlar turli formatda bo'lgan. Ayrim ma'lumotlar hozirgi elektron tizimlarga to'liq ko'chirilmagan bo'lishi mumkin. Masalan, qog'ozda Toshkent shahri Shilonzor tumani, Iniki mavze 34 uy, 12 xonadon deb yozilgan. Lekin elektron bazada ko'cha nomi yangilangan. Uy raqami boshqacha kiritilgan yoki xonadon maydoni noto'g'ri tushgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh meros orqali kvartira olganlar. Juda ko'p oilalarda ota-onadan qolgan kvartirada farzandlar yashaydi. Lekin meros rasmiylashtirilmagan bo'ladi. Hamma biladi-ku, bu uy bizniki deyishadi. Lekin qonun va reyestr hamma biladi degan gap bilan ishlamaydi. Agar ota vafot etgan bo'lsa, ona vafot etgan bo'lsa meros ochilgan. Lekin notarius orqali meros guvohnomasi olinmagan bo'lsa, kadastrda egasi hali ham marhum odam bo'lib turishi mumkin. Bugun muammo sezilmaydi, lekin ertaga uy sotiladigan bo'lsa yoki aka-uka, opa-singillar o'rtasida nizo chiqsa, vaziyat og'irlashadi. Masalan, 3 farzand bor. Ota 2015-yilda vafot etgan, kvartira ota nomida bo'lgan. Katta o'g'il shu uyda yashab kelgan, kommunal to'lovlarni to'lagan. 2024 yilda u kvartirani sotmoqchi bo'ladi. Notarius esa aytadi:
Avval meros rasmiylashtiriladi. Barcha merosxo'rlar aniqlanadi. Ularning roziligi yoki ulushi masalasi hal qilinadi. Agar aka-ukalardan biri chet elda bo'lsa, biri rozi bo'lmasa, biri vafot etgan bo'lsa va uning farzandlari bo'lsa, masala bir necha oy emas, bir necha yilga cho'zilishi mumkin. Mana shu holatni oldindan hal qilish kerak. 3-guruh kvartirani ishonchnoma orqali sotib olgan. Lekin to'liq rasmiylashtirmagan odamlar, ba'zi odamlar avval janalaya doverennost bilan uy olgan, pul bergan, kalit olgan, yashab kelgan, lekin ishonchnoma mulk huquqini bermaydi. Ishonchnoma faqat vakolat beradi. Agar haqiqiy oldi-sotdi shartnomasi tuzilmagan bo'lsa, davlat ro'yxatidan o'tmagan bo'lsa, siz o'zingizni egaman deb his qilsangiz ham reyestrda boshqa odam egasi bo'lib turadi. Bu juda xavfli. Chunki ishonchnoma bergan odam vafot etsa, ishonchnoma bekor bo'ladi. Uning merosxo'rlari chiqib qolsa, muammo paydo bo'ladi. 4-guruh noqonuniy qayta qurilish qilganlar. Masalan, balkonxonaga qo'shilgan, oshxona joyi o'zgartirilgan, davor buzilgan, 2 xonali kvartira 3 xonali qilib ko'rsatilgan, umumiy maydon amalda oshgan, lekin kadastrda eski chizma turibdi. Bunday holatda odatiy yashashda muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin sotish, ipoteka, garov, sug'urta, sud yoki tekshiruvda muammo chiqadi. Ayniqsa yuk ko'taruvchi davor buzilgan bo'lsa, bu nafaqat hujjat, balki xavfsizlik masalasi. 5-guruh yangi qurilgan uylardan kvartira olganlar. Ko'pchilik yangi uyda yashayapman, demak hammasi zamonaviy deb o'ylaydi. Lekin yangi uylarda ham muammo ko'p uchraydi. Quruvchi kompaniya uyni foydalanishga topshirmagan bo'lishi mumkin. Kvartira hali kadastrdan to'liq o'tmagan bo'lishi mumkin. Sizda faqat dastlabki shartnoma yoki to'lov kvitansiyalar bo'lishi mumkin. Agar sizda davlat ro'yxatdan o'tgan mulk huquqi bo'lmasa, bu juda muhim signal. Quruvchi bilan shartnoma borligi yaxshi, lekin u mulk huquqi ro'yxatdan o'tganini almashtirmaydi. Agar siz yaqinda notarius orqali kvartira sotib olgan bo'lsangiz, kadastr hujjati yangilangan bo'lsa, mulk huquqi davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lsa, elektron reyestrda o'zingiz egasi sifatida ko'rinsangiz, manzil va maydon to'g'ri bo'lsa, cheklovlar bo'lmasa, sizda xavotir kamroq. Lekin men baribir tekshirishni tavsiya qilaman. Chunki xatolik faqat eski hujjatlarda emas, yangi bazalarga ma'lumot ko'chirishda ham bo'lishi mumkin. Masalan, bir mijozimda kvartira 6 kvadrat metr edi. Kadastrda 6 ham ko'rsatilgan. Lekin soliq bazasida tepqazin 6 kvadrat metr bo'lib qolgan. Natijada soliq o'rtacha hisoblangan. Boshqa bir holatda esa odamning familiyasi lotin yozuvida noto'g'ri yozilgan. Pasportda Karimov, bazada Karamov. Bu kichik harf xatosidek ko'rinadi, lekin notarial bitimda savol tug'diradi. Yana bir holatda uy raqami eski mahalla nomi bilan bog'liq bo'lib, bank ipoteka garovi sifatida qabul qilishda qo'shimcha ma'lumot so'ragan. Birinchi tuzoq kommunal to'lov men nomimda, demak uy meniki degan xato fikr. Kommunal hisob sizning yashayotganingizni yoki to'lov qilayotganingizni ko'rsatishi mumkin, lekin u mulk huquqining asosiy isboti emas. Mulk huquqi oldi-sotdi, hadya, ayirboshlash, meros, sud qarori yoki boshqa qonuniy asos bilan rasmiylashtiriladi va davlat ro'yxatidan o'tadi. Ikkinchi tuzoq propiska bor, demak ulushim bor degan fikr. Ro'yxatdan o'tganlik, ya'ni yashash joyida qayd etilganlik mulk egasi bo'lish degani emas. Siz kvartirada ro'yxatda turishingiz mumkin, lekin mulkda ulushingiz bo'lmasligi mumkin. Aksincha odam boshqa joyda ro'yxatda turgan bo'lishi mumkin, lekin kvartira egasi bo'lishi mumkin. Shuning uchun propiska va mulk huquqini aralashtirmaslik kerak. 3-tuzoq oilaviy mulk masalasi. Agar kvartira nikoh davomida olingan bo'lsa, hujjatda faqat er yoki faqat xotin egasi bo'lib ko'rsatilgan bo'lsa ham, ikkinchi turmush o'rtog'ining huquqi bo'lishi mumkin. Sotishda rozilik talab qilinishi mumkin. Ajrim bo'lgan oilalarda bu ayniqsa muhim. Masalan, er nomiga 2011-yilda kvartira olingan, 2022 yilda ajrashilgan, 2025 yilda er uyini sotmoqchi. Agar kvartira nikoh davrida umumiy pulga olingan bo'lsa, sobiq turmush o'rtog'i o'z ulushini talab qilishi mumkin. 4-tuzoq voyaga yetmagan bolalar masalasi. Agar kvartirada bolalarning ulushi bo'lsa yoki xususiylashtirish davrida bolalar ishtirok etgan bo'lsa, sotish oson bo'lmaydi. Vasiylik va homiylik organlarining roziligi kerak bo'lishi mumkin. Bu yerda maqsad bolani ko'chada qoldirmaslik. Shuning uchun tez sotamiz, keyin qaraymiz degan yondashuv ishlamaydi. 5-tuzoq qarzdorlik va taqiqlar. Kvartira egasining sud qarori bo'yicha qarzi bo'lsa, aliment, kredit.
soliq yoki boshqa majburiyatlar bo'yicha ijro hujjati bo'lsa, mulkka taqiq qo'yilgan bo'lishi mumkin. Ba'zan odam buni bilmaydi. Notariusga borganda yoki bank tekshirganida ma'lum bo'ladi. Shuning uchun elektron bazadagi cheklovlarni oldindan tekshirish kerak. 6-tuzoq ulushli mulk. Masalan, kvartira 3 kishiga tegishli. Ona 50%, 2 farzand 25%dan. Bitta odam o'zini asosiy egaman deb o'ylashi mumkin, lekin sotish uchun qolgan mulkdorlarning roziligi kerak. Ulushli mulkda har bir hujjat aniq bo'lishi kerak. Kimning qancha ulushi bor, kim vafot etgan, kim merosni qabul qilgan. Kim rozi emas. Bularning hammasi oldindan ko'riladi. Men sizga moliy tartibni aytaman. Birinchi qadam, uy hujjatlaringizni bitta joyga yig'ing. Sizda oldi sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros ko'nmasi, xususiylashtirish hujjati, sud qarori, kadastr pasporti, texnik pasport, davlat ro'yxatidan o'tganlik haqidagi ma'lumot, pasport yoki ID karta, nikoh guvohnomasi, ajrim hujjati. Vafot etgan meros qoldiruvchi bo'lsa, o'lim guvohnomasi bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni alohida papkaga soling. Ikkinchi qadam, kadastr ma'lumotlarini tekshiring. Buni davlat xizmatlari markazi orqali, tegishli elektron xizmatlar orqali yoki kadastr organlari orqali aniqlash mumkin. Siz so'rashingiz kerak bo'lgan narsa oddiy. Mening kvartiram bo'yicha davlat reyestridagi ma'lumotlarni bering. Egasi kim? Kadastr raqami qanday? Manzil qanday? Maydon qancha? Cheklov yoki taqiq bormi? Agar elektron xizmatlardan foydalana olsangiz, o'zingiz ham tekshirishingiz mumkin. Agar tushunmasangiz, davlat xizmatlari markaziga boring va xodimdan aynan shu ma'lumotlarni chiqarib berishni so'rang. 3-qadam. Hujjatdagi ma'lumot bilan reyestrdagi ma'lumotni solishtiring. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana. Pasport ma'lumoti, manzil, kvartira raqami, umumiy maydon, yashash maydoni, qavat, uy raqami, kadastr raqami bir-biriga mos bo'lishi kerak. Agar bitta harf xato bo'lsa ham beparvo bo'lmang. Bugun kichik xato, ertaga katta to'siq bo'lishi mumkin. 4-qadam, agar xato topsangiz, darhol ariza yozing. Arizada shunday mazmunda yozasiz: menga tegishli bo'lgan falon manzildagi kvartira bo'yicha davlat reyestridagi ma'lumotlarni hujjatlarimga muvofiq aniqlashtirib berishingizni so'rayman. Ilova qilinadi mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, kadastr hujjati. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat nusxasi. Agar xato familiyada bo'lsa, pasport yoki ID karta nusxasini ilova qilasiz. Agar manzilda bo'lsa, hokimlik yoki tegishli organ tomonidan berilgan manzil ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Agar maydonda farq bo'lsa, texnik o'lchov yoki yangi kadastr ishlari talab qilinishi mumkin. 5-qadam, meros masalasini cho'zmang. Agar kvartira vafot etgan odam nomida bo'lsa, notariusga boring. Meros ishi ochilganmi? Ochilmaganmi? Muddat o'tganmi? Kimlar merosxo'r? Hammasini aniqlang. Agar muddat o'tgan bo'lsa, ba'zi holatlarda sud orqali tiklash yoki merosni amalda qabul qilganlikni tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Masalan, siz marhum ota-onangizning kvartirasida yashab kelgan bo'lsangiz, kommunal to'lovlarni to'lagan bo'lsangiz, ta'mirlash qilgan bo'lsangiz, bu faktlar muhim dalil bo'lishi mumkin. Lekin buni qog'oz bilan isbotlash kerak. 6-qadam, quruvchidan olingan yangi kvartira bo'lsa, faqat reklama, chek va shartnomaga tayanmang. Sizda davlat ro'yxatdan o'tgan mulk huquqi bormi? Shuni tekshiring. Quruvchi uyni foydalanishga topshirganmi? Obyekt kadastrdan o'tganmi? Sizning xonadoningiz alohida obyekt sifatida ro'yxatga olinganmi? Agar yo'q bo'lsa, quruvchidan yozma javob talab qiling. Og'zaki ertaga bo'ladi, bir oyda chiqadi. Hamma shunday yashayapti degan gaplar huquqiy kafolat emas. 7-qadam, noqonuniy qayta qurilish bo'lsa, uni yashirmang. Avval mutaxassis bilan maslahat qiling. Ba'zi o'zgarishlarni qonuniylashtirish mumkin. Ba'zilarini esa umuman mumkin emas. Ayniqsa yuk ko'taruvchi konstruksiyalarga tegilgan bo'lsa, agar siz davr buzgan bo'lsangiz, balkon qo'shgan bo'lsangiz, sanuzel yoki oshxona joyini o'zgartirgan bo'lsangiz, kadastr chizmasi bilan amaldagi holatni solishtiring. Sotish paytida buni xaridorning banki, bavolovchi yoki notarius sezishi mumkin. 8-qadam, qarzdorliklarni tekshiring. Soliq, kommunal to'lov, sud ijrosi, kredit garovi, taqiq ipoteka, aliment bo'yicha majburiyatlar mulkka ta'sir qilishi mumkin. Ayrim odamlar qarz meniki, uyga nima aloqasi bor deb o'ylaydi, lekin ijro ishida mulkka cheklov qo'yilishi mumkin. Shuning uchun oldindan bilgan yaxshi. Birinchi misol. Bir ayol 2003 yilda kvartira sotib olgan.
Qo'lida notarial oldi-sotdi shartnomasi bor, kadastr ham bor. 2024 yilda u kvartirani qizga hadya qilmoqchi bo'ladi. Notarius tekshiradi. Elektron reyestrda egasi sifatida eski sotuvchi ko'rinib turibdi. Nega? Chunki o'sha paytda bitim qilingan, lekin ro'yxatdan o'tkazish jarayoni oxirigacha yakunlanmagan yoki ma'lumot keyinchalik elektron bazaga noto'g'ri ko'chgan. Ayol, men 20 yildan beri yashayman-ku deydi. Ha, yashagan, lekin hujjatni to'g'rilash uchun ariza arxiv ma'lumoti, eski shartnoma, kadastr organi javobi kerak bo'ladi. Agar buni hadya qilishdan oldin tekshirganida jarayon ancha tinch o'tardi. Ikkinchi misol, bir oilada kvartira ota nomida bo'lgan. Ota vafot etganidan keyin ona va 2 farzand yashab kelgan. Hech kim merosni rasmiylashtirmagan. Oradan 2 yil o'tib, farzandlardan biri o'z ulushini talab qiladi. Ikkinchisi men to'lov qildim, men ta'mirlash qildim deydi. Ona esa hujjatni tushunmaydi. Natijada sud, notarius, arxiv, guvohlar, kommunal to'lovlar, ro'yxat ma'lumotlari kerak bo'ladi. Oila ichidagi oddiy masala hujjat vaqtida qilinmagani uchun katta nizoga aylanadi. Uchinchi misol, bir yigit yangi uydan 45 kvadrat metrlik kvartira olgan. Quruvchiga 500 million so'm to'lagan. Shartnoma bor, kalit bor, yashayapti. Lekin kadastr hujjati hali chiqmagan. Keyin quruvchi kompaniyada moliyaviy muammolar boshlanadi. Yigit bankdan kredit olmoqchi bo'ladi. Kvartirani garovga qo'ymoqchi bo'ladi. Lekin bank qabul qilmaydi. Chunki ro'yxatdan o'tgan mulk huquqi yo'q. Bu yerda mana shundaki pul to'langan, lekin huquq oxirigacha raqamli va huquqiy tizimda mustahkamlanmagan. 4-misol, kvartira 6 kvadrat metr, lekin kadastrda 4 kvadrat metr. Odam mayli 6 metr kam bo'lsa nima bo'pti deb yuradi. Lekin sotishda xaridor savol beradi. Men pulni qaysi maydon uchun to'layapman? Bank bog'lovchi savol beradi. Haqiqiy maydon qaysi? Soliq organi boshqa raqam asosida hisob qilishi mumkin. Bu kichik farq moliyaviy bahsga aylanishi mumkin. Men tomoshabin sifatida sizdan hozir bitta oddiy ro'yxat tuzishingizni so'rayman. Birinchi, kvartira kim nomida? Ikkinchi, bu odam tirikmi? Hujjati amaldami? Uchinchi, mulk huquqini tasdiqlovchi asosiy hujjat qayerda? 4-chi, kadastr raqami bormi? 5-chi, elektron reyestrda ma'lumot to'g'rimi? 6-chi, merosxo'rlar yoki ulushdorlar bormi? 7-chi, qayta qurilish qilinganmi? 8-chi, qarz, garov, taqiq yoki sud nizosi bormi? Agar shu savollardan bittasiga aniq javob bera olmasangiz, demak tekshiruvni boshlash kerak. Men har doim shuni aytaman. Mulk hujjati kasallik chiqqanda emas, sog' paytda tekshiriladi. Chunki shoshilinch vaziyatda odam xato qiladi. Ortiqcha pul sarflaydi, xaridorni yo'qotadi yoki qarindoshlar bilan urushib qoladi. Men bu videoda umumiy huquqiy va amaliy tavsiyalarni beryapman. Har bir holat alohida ko'riladi. Qaysi hujjat yetishmayotgani, qaysi organ javobgar ekani, sud kerakmi yoki ma'muriy tartibda hal bo'ladimi? Bularni hujjatlarni ko'rmasdan 100% aytib bo'lmaydi. Lekin bitta narsa aniq, kutib o'tirish eng yomon variant. Chunki raqamli tizimlar rivojlangani sari eski xatolar ko'proq ko'rinadi. Bu yaxshi tomon ham bor. Tizim tartibga tushadi. Lekin tayyor bo'lmagan odam uchun bu muammo bo'lib ko'rinadi. Raqamli konfiskatsiya deganda men shuni nazarda tutyapman. Sizning mulkingiz bor, lekin raqamli hujjatlarda tartib bo'lmasa, huquqingiz muzlab qoladi. Siz uyda yashaysiz, lekin uni erkin tasarruf qila olmaysiz. Siz egaman deysiz, lekin tizimda boshqa odam chiqadi. Siz maydon 7 metr deysiz, bazada o'tin 2 metr chiqadi. Siz hammasi joyida deysiz. Lekin taqiq borligi aniqlanadi. Mana shu xavfni oldindan bartaraf qilish kerak. Azizlar, shu oy oxirigacha eng kamida 3 ishni qiling. Hujjatlaringizni yig'ing, kadastr va elektron reyestrdagi ma'lumotlarni tekshiring. Xato bo'lsa darhol ariza bering. Agar meros, ulush, eski ishonchnoma qayta qurilish yoki quruvchi bilan muammo bo'lsa, uni keyinga qoldirmang. Kvartira ko'pchilik oilalar uchun eng katta boylik. Uni himoya qilish faqat eshikni qulflash emas, hujjat ham tartibga keltirishdir. Izohlarda yozing. Sizning kvartirangiz hujjatlari qachon oxirgi marta tekshirilgan? Kadastr ma'lumotlari to'g'rimi yoki sizda ham eski hujjatlar bilan bog'liq savollar bormi? Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu masalani odamlar oldindan bilsa, keyin sudma-sud idora-idora yurishining oldi olinadi.